tartibi buzilgan odamning bir kunlik vlogi. Faqatgina ta'til hamda imtihon payti man kechalari bilan yurib chiqib, kunduzi uxlashim mumkin. Ayniqsa oxirgi paytlar ta'til tugamasdan oldin barcha dramalar hamda seriallarimni ertalabga sham ko'rib chiqishga ulgurmoqchiman. Boshida rejimim buzilgani o'zimga ham yoqmasdi. Chunki faqat kunduzi qilinishi kerak bo'lgan ishlar ko'p qolib ketardi. Lekin shu kundan boshlab men tan berdim, agar rejimim shunaqa bo'lgan bo'lsa, kunduzgi ishlarni barchasini ertalab qilib, keyin uxlashga yotaman degan qarorga keldim. Shu tariqa har doim kechqurun boradigan zalimni ham ertalabga ko'chirdim. Shu vaqt xayolimda oh my god, hamma uxlayapti, men esa o'z ustimda ertalabdan ishlayapman degan xayollar keladi. Men ham kunni birinchi yarmida ishlarimni qo'yishni yaxshi ko'raman, chunki shu tarzda kunim ancha samaraliroq bo'ladi. Lekin buni har doim qilish ham oson emas, chunki ikki turdagi odamlar bor. Rus terminologiyasida bu javrnik hamda sava, ingliz tilida esa morning person and night person. Javrnik tong sahardan osson turib barcha ishlarni bajara oladi. Sava esa kunning ikkinchi yarmida yoki kechga yaqin turib, energiyasini ham aynan o'sha vaqtda his qiladi. Tushunishingiz uchun men savaman va barcha ilhom parilarim hamda hayotga qiziqishim kechqurun paydo bo'ladi. Zalda 40 minutlik kardiodan keyin siloviy trenirovkalarga o'tib ketdim. Bu yerda esa bir amallab trenajyorlar bilan do'stlashishga harakat qilaman. To'g'risini aytsam, menga oyoqdan ko'ra ko'proq qo'l hamda yelkaga ishlash yoqadi. Lekin hali trenerim yo'q, shu sababli hatto kamchiligi bilan o'zim bir amallab shug'ullandim. E'tibor bergan bo'lsangiz, videoni boshida jasminli choy ichgandim. Va trenirovkadan keyin ham o'zimni xursand qilish uchun jasminli sutli choy oldim. Agar menda choy yoki kofe deb so'rasangiz, men har doim choyni tanlagan bo'lardim. Siz nimani yaxshi ko'rasiz? Izohlarda yozib keting. Shu tariqa bir kunim ham tugadi. Umid qilamanki, video sizga qiziqarli bo'ldi. Qaytgancha menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.